Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi o'maq sevimli kichik do'stlar, yaxshi turdinglarmi? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Douglas qayerda uxladi? Tarjima qiluvchi Osmonjon Muhammad. Douglas Toshqonning uyiga berib, qo'nib kelmoqchi bo'lib, nars keraklarini yig'ishtirishga boshlabdi. Uning nars keraklari haqiqatan bek ko'p bo'lib, helimi yaxshi, Toshqonning uyi xeli keng ekan. U kichik Hasan Harsning surti tushirilgan uxlash kiyimi, tish cho'tkisi va hikoya kitoblarini so'mkasiga soldi. Douglas o'zining qisqa bo'lsa-mu bir safarga chiqadiganligini o'ylab, to'liq hayajonlanib ketibdi. Douglas o'rmonlikda mang'ash ko'nglida Toshqonchoq cho'qi menga uxlashdan burun hikoya aytib berdi, deb o'ylabdi. Douglasning so'mkasi to'liq og'ir ekan. U ketib etib, daraxt shoxiga qisilib qolganini ozdab, yana texi yo'ldan izib qopdi. U o'ziga eng yaqin joydagi bir tup daraxtga yamishib, o'zining zodi nada ekanligini bilmoqchi bo'pti. Ammo u yamashgan bu daraxt to'liq ojiz, uning ustiga noyiti o'ng'ayli egilib ketadi ekan. Gup, qaras qurus, voyjon! Douglas yerga yiqilib tushib, bir qo'zichoqni besib, maqcha aytib qo'yg'ili tas qopdi. "Yo'qshimisan?" debdi Douglas. "Men Toshqonchoqning uyiga berib qo'nmoqchi edim, ammo yo'ldan izib qoldim." Qo'zichoq vaqirab, "Men qandoq mengishni bilaman?" debdi. "Undaqda senmi men bilan birga borg'in. Toshqonchoqning uyi noyit kengri", debdi Douglas kulib turib. Douglas chatqaloqdan o'milab chiqib, ustidagi yopirmoqlarni qiqishtiribdi. "Xoliti ish. Mening so'mkam borg'ansir eg'irlab ketyapti-ya", debdi u o'z-o'ziga. Ular oxiri Toshqonchoqning uyiga yetib ketdi. "U kalvalar, Toshqonchoqning uyiga sizlar hargiz botmaysizlar", debdi mishkaploq. "Nemishqa? Men faqat bir kichik hamroyimni elib keldim", debdi Douglas. "Toshqonchoqning uyi kengri tursa, endi biz qandoqmiz?" Qo'zichoqlar tangli vaqirabdi. Toshqonchoq ko'pchilikni ko'rib, intayin xushal bo'ldi va "Buncha ko'p qo'zichoqlarning uyimga qo'ng'ili kelganligidan xush bo'ldim", debdi. Toshqonchoq ularga qo'l bilan tutdi. Qo'zichoqlar tizdan qatorga tizilib, uyga kirishga tamshilibdi. Bir qo'zichoq ma'rab, "Sening uying nimandoq kichik?" debdikan. "Nadikini? Ichi shundoq kengri", debdi Toshqonchoq. Ko'pchilik kuchab itirib boqqan bo'lsa-mu, kuchining barcha tortib boqqan bo'lsa-mu, bichora Douglas Toshqonchoqning uyiga kira olmabdi. Douglas, "Meningcha, bundoq qilsak bo'lmag'idek", debdi. "Turib turinglar." Toshqonchoq qo'lidan bir qoshiq kiratgandan keyin, "Men o'ngirni yanada cho'ngroq ko'lab sinab boqay", debdi. Bitti. Toshqonchoq toza birni tinivatgandan keyin, "Endi ichi toza ozodi bo'lgandi", debdi. Ammo Douglas undaq o'ylamabdi. "Toshqonchoq, sen qachonliqqa bizga uxlashdan burungi hikoyangni aytib bersan?" Qo'zichoqlar so'rabdi. "Oldi bilan ichiga kirib olib, ondan so'zlay", debdi Toshqonchoq. "Mangami o'rinib qo'yinglar-a?" Ko'pchilik bir-birini ittirib qistalishibdi. Douglas, "Toshqonchoqning uyida bekor o'rin qolmadi", deb varqirabdi. Bu vaqtda bir qo'zichoqning yumshoq tuklari Douglasning ham yo'g'on, ham yumaloq burniga tegishib qopti. Shuning bilan Douglas bir tushkirib ekan. Qo'zichoqlar pyung qilib, bir qo'zichoq, ikki qo'zichoq, uch qo'zichoq, to'rt qo'zichoq. Qo'zichoqlar mush tariqada hammasi osmonga uchib chiqib, har tarafga yiqilib ketdi. Douglas ularni bir yerga yig'ib, to'rt atrofga qarabdi. "Aslida sir keng qushadi ekan emasmi?" debdi Douglas. Douglas va qo'zichoqlar o'ltirib, Toshqonning hikoyasini anglashga boshlabdi.
Toluma uzaq zamanlar ilgari, deb söz başlaptı Toşqanchaq. İntayin kengir bir dalada keçilik yig'ilish o'tkazilibdi. Ko'pchilik Toshqanchaqning hikoyasi tugamasdilla asta-asta ko'zlarini yumib uyquga g'arq bo'pti. Suyimli kichik do'stlar, hikoyamiz bu yerda oxirlashdi. Bu kitobning oxirida o'maq do'stinglar Qo'zichoq, Toshqanchaq va Mushukyaproqlar o'zlarining do'stining uyiga borganda nimalarni elib olganligini sizlarga deb bermoqchi bo'pti. Qo'zichoq: "Men do'stimning uyiga borsam, sapmi kalshimni, uxlash kiyimimni, adyelimni, hikoya kitobimni, tish cho'tkamni, tadi qo'nchiqimni, kechilik tomoqimni, tanishg'uchimni, emzikimni, daha o'yinchiqlarimni, paltorimni va hamroyimni olib oldiman", debdi. Toshqanchaq bo'lsa: "Men qo'lchirig'imni, yana hikoya kitoblarimni olib oldiman", debdi. Mushukyaproq: "Men yung paypiqimni, qo'ng'iroqliq soatimni olib oldiman", debdi. Suyimli kichik do'stlar, agar sizlar do'stinglarning uyiga berib qo'nmoqchi bo'lsanglar, nimalarni olib olsizlar? Amsa, kelarki sonda ko'rishaylik umoqlar. Allohga omonat.